Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil yoki avtomobil agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan texnikamiz sotiladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bexarajat holda turibdi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Zadnim osti deyarli shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikamizning manzili Jizzax viloyatida. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bo'ladi. Texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 1985-yil ishlab chiqarilgan. Motori 1 gram yog' yemaydi, zadnim ostida deyarli ovozi yo'q. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz, bekami ko'z texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 30 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham Farg'ona viloyati Rishton tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning ishlab chiqarilgan yili 1990-yil ishlab chiqarilgan. Texnikamiz bir kalitda zavalid bo'ladi. Zadimoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi, bexarajat holda turibdi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor, kelsinlar texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Kipi 204'ü saman podborshiga. Hamma joyi yaxshi, soz holatda turibdi. Kipi 204'ü Makka jatkasi. Hamma joyi yaxshi. Ishlab turgan holatda yechilgan. Alo. Alo. Oy. Aleyküm assalam. Yaxshi rahmat. Ana shu o'rim texnik agregatimiz sotiladi. Ishlab turgan joyida to'xtagancha, pichoqlari ham tagida turibdi. Hamma joyi ishlab turgan holatda yechilgancha turibdi. Soz holatda hamma joyi, balonlari ham yaxshi. Mana o'rib ana shu prisepga otib beradi. Bizning navbatdagi sotiladigan agregatimiz Andijon viloyatidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati yaxshi, hamma joyi soz holda. O'zbekistonda 1 gram ishlamagan deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatni olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Sezonga tayyor holdagi agregat. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda kelishamiz deb aytib o'tmoqda. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat yuqoridagi raqamga bog'lanib, qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Karyadagi ipi bilan turibdi. Izon apparatlar bo'shamagan. Kulishdamagan. Mana ko'ringlar. Mana mo'yin. Qancha ishlamagan. Mana ko'ringlar.
Владислав o'ziniki заводской. Mana texnika sotiladi 2022. Hech qayeri ochilmagan radnoy. Ishlagan soati 2300 soat. Mana. Hech qayeri ochilmagan. 230 million kami bor mana. So'rayverasizlar. 90lik 907 28 29. Aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beramiz. Hech qayeri ochilmagan, radnoy turibdi. Zavodskiy germetiklari bilan. Mana ichilari. Ichlari. Gapiradi odam. Mana endi kutib. Yo'q, doktor emasman.